nima qildi? Bu oq desam. Ya endi nima qildi? Mana. Bu oq. Qanaqa? Oq. Ha, qanaqa oq bu? Qora. Белый жемчуг. Жемчуг bu. Ha. Taydagi uni nimani kichik balonni. Balonniki latim suvi, tillo suvi. Ha? Tillo suvi. Bu gaykalari ham dahshat ekan, ha? Gaykalari to'ltirgan ekan. Qatirgandan keyin bo'shamaydi bu? Yo'q. O'zi svarka bo'lib qo'ygan. Ha? Kraskamiz o'ta qo'yiq beryapmiz, shtobi bittada qolish uchun. Boshqa berilmaydi kraska. Mana shu oqcha qoladi. Oddisi ham berilmaydi. Bu Oqcha qoladimi? Потому что oxirgi kraskamiz. Ha. Kraskamiz. Tepasigachi taxta qo'yiladimi yo temir qo'yasizmi? Tepasiga biz hozir Namanganga yong'oq yog'ochidan zakaz qo'yganmiz. Ha. 2 metrga 60 santimetrlik yong'oq yog'och. 40 yillik yong'oq bor ekan. Posti yubka yong'oqdan zakaz berdik. Ha, yaxshi. Ovoz zo'r bo'pti. Kim qildi buni? Büyük babacalar olabilir. Qo'shnimiz Alberti. O'g'lona qildi uni. U ustani oti bormi? Ismi bormi? Ustani oti. Ismimizdan chiqib qoldi, o'g'lona aka. Albert. O'g'lona aka. Mana o odam, ha, mana o odam. Mana bitta qarab qo'y. Bitta qarab qo'y. Peshanaga qara. Peshanaga qara. Bu peshan. Bu Tegiz bo'ldi. Tema, zo'r turibdi. Zo'r turibdi mana. Ya, oma chiqdingiz olmadimi? Qo'yaveradi. Ha, bo'ldi, men qo'yaman hozir. Ha. Mana ishimiz olyapsizmi jo'yi? Ha, olyapman. Mashinaga cho'tkalash. Albert ustani peshanasi ketmaydi endi. O razvabitillar o'rta aseton bor, rasmini olib keling. Nimani ham obzor qilib qo'yam, Nodir akam peshanasini ham. Buni mana kiyib olgan bo'lsa, shu razvabitilda yuvib. Bo'ldi? Bo'ldi, tamom.